Yaxşımızlar, hazır ötüdüğün dersimiz yanaqlıq ve solo yağmırlıq tortlar. Mana solo bilan yanaqni ezib bunda ilashtirdik. Solo mana qizlar bilsizlar qo'y. Yemaypiyani odatxonim qizlar o'riqlaymiz deb sut bilan damlab ichirdik qo'y. Yemaypiyan mushu. Anadagi sarmay. Sarmaya 110 gram, şeker 138 gram, tuxum 3 dal, süt 38 gram, sodafin 2 gram, podafin 2 gram, yanaq meyğizi 55 gram, yemmey piyan 28 gram. Bu ikisi bilan ilashtirib etgan un 125 gram. Birinchi qadamda sarmayni solamiz. Sarmayimiz yana 85% may. Yumshoq bo'lsin, shu uyning gradusida erigan may olsun. Buni şu çalgıç bilan köptürüp alamiz. Mana sarmayni köptürüp aldık. Kızlar sarmayni köptürüp aldık. Sarmayni özüңlar bilip, yaxşı köptürüңlar, pişiriqçi ustamlar bilisizlar. Yeni öğrengüçüler endi tez bilmeydi ekan. Şu sarmayimiz qancha köpsə pişiriqimiz shuncha o'xshaydi qo'y. Shuning uchun men ancha minut deganimga bek oshib bo'y chiqib ketmay, sarmaylarni yaxshi yenilik köpkichi pishirsanlar, köptasanglar pishiriqinglar bek o'xshaydi qizlar. Mana şekerini silip mağdurib aldık. Endi tuxumni quyib mağdurimiz. Tuxumni quyibmi, endi şeker erig'ich köptirimiz. Mana şekerim erib bo'ldi, endi sütni quyamiz. Mana sütni ilashtirib bo'ldik. Endi yanaq meyğizi, solo, yemmey, un, podafin, sodafinni birga silib ilashtiramiz. Mana xemirimiz tayyor bo'ldi. Mana men bir lis tortni 3 ga bo'ldim. Sizlar do'konda bir cho'ng lis chiqarish uchun mana 3 ga ko'paytirsanlar bo'ldi. Duxovkamizning gradusi 180 15 minutdan 20 minutgacha pishib chiqadi. Mana yanaq bilan yemmay tortimiz mana pishib chiqdi. Endi yanaq meyğizliq men yemmay tortimizni yasaymiz. Bir qo'l ustiga 2 bo'lib oldim. Malinani surkidik. Malinani surkib, o'zinglar yana qanday murabbalarni ishlatsanlar bo'laveradi. Surkigandan keyin mana endi orasiga yanaq meyğiz chashdik. Yana men yemmayni ozroq chechitaylik. Üstüge yana bir qavatni qo'ydik, mana buni ustiga yana malina murabbasini qo'ydik. Yana shu yalpoqlab olgan, tayyor qilib olgan yanaq meyğizimizni qo'yib chachaylik. Solo yemeğimi yine azıcık çiçektim.